O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14 fevral kungi 57 sonli qaroruna muvofiq Beruniy Agrostar emishsiz javobgarlikka cheklangan jamiyat cho'rkinilmashtirildi. Jamiyatning negizgi vazifasi chorva ozuqa o'lcham bazasini bekitilishi hisoblanadi. Ham sol orqali xalqimizga arzon, ham safali go'sht sutini ta'minlash. Bugungi kunda chorvachilik ozuqa bazasini bekitilishi maqsadida Beruniy Agrostar emishsiz javobgarlikka cheklangan jamiyatni Qoraqalpog'iston Respublikasining 4 rayonidan chorva ozuqa bazasini bekitilishi uchun yerlar ajratildi. Beruniy, Kegeli, Qo'ng'rat ham Shimbay rayonidan yerlar ajratildi. Mana hozir Shimbay rayonida ko'rib turganingizda 255 gektar yer maydon ajratildi. 255 gektardan biz turgan 80 gektar yer maydoni bu yer jaboy cho'plarga to'la bo'lib turib edi. O'shunda bu yil 2026-yil yanvar oyidan boshlab jaboy cho'plardan tozaladik. 80 gektar yer maydon bir polya qilib tekislanib, sho'ri juvildi. Hozir 2-avgustning o'rtalarida jo'nshaga uchun tayyorlik ishlari olib borilyapti. Bu ko'rib turgan uskunamiz Vorayliq pivot sug'oruv uskunasi deb aytiladi. Bu Fransiya mamlakatidan olib kelingan. Bu uskunamiz soat chemberida aylanadi. Bir aylanib kelganda 14 soat vaqt oladi, ham 1000 kub suv sarflaydi 14 soatda. Bu uskunaning bir necha ustunlik tariflari bor. Atab o'tadigan bo'lsak, birinchi ustunligi suvni tejiydi. 1 gektar yer maydonga suv tejish texnologiya qo'llanmay sug'organ joyda 7000 kub suv ketadi. Al bu uskunaning sug'oradigan bo'lsak 1000 kub suv ketadi. Natijada har bir gektardan 6000 kub suv tejiymiz. Bu deganda bu o'zini 60 gektar yerda oladi, 60 gektar sug'oradi 14 soat ichida. Endi ikkinchi afzalligi yer tekis emas bo'lgan joyda da suvni töbesini jamg'irlab sug'oruv usulida sug'oradi, ham bir tek suv shuga muyassar bo'ladi. So'ng natijasida biz kutilgan o'yinda olishimiz mumkin. Pivotning 3-ustunligi, masalan, biz yeginda ekkandan keyin o'zining bir miqdorina kelgan vaqtida jaboy cho'plarga qarshi dorilarni berishimiz kerak. Ham japroqdan kuch oluvchi suspenziya orqali o'zining qo'shimcha premikslarni o'simliklarga berishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bizga albatta texnika talab etadi, qo'l kuch talab etadi. Texnikaning janarmayi ketadi. Al biz ham sug'oramiz pivotning, ham darisini berib, ham sug'orib, ham darilib biz o'ylagandan ham yuqori o'nim olishga erishamiz.